Qanday qilib oddiy ko'chmas mulk brokeri 7 yil mobaynida 2 million dollar sof daromad qilish mumkin bizning sohada? Shu haqida gaplashamiz. 150 ming dollar investitsiyasi bor investorni agar xizmatini qiladigan bo'lsangiz va 7 yil mobaynida bu summani 7 yil bilan 9 yil orasida million dollarga olib chiqsangiz bo'ladi bu sarmoyani. 150 ming dollar sarmoya bilan endi siz 300 ming dollarlik hali qurilmagan off-plan proyektlarni bemalol sotib olish mumkin. Va 300 ming dollarni siz odatda 25% bilan 45% o'rtasida foyda bilan sotish mumkin. Biz o'rtacha 30% deb olamiz. 300 ming dollar 30% daromad beradigan bo'lsa, 150 ming dollar sarmoya endi 250 ming dollarga aylanadi. 250 ming dollar sarmoya bilan endi 500 ming dollarlik proyektni sotib olsa bo'ladi. 500 ming dollar 30% yana daromad beradigan bo'lsa, bu 400 ming dollar sarmoyaga aylanadi. 250 ming dollar. 400 ming dollar sarmoya bilan 800 ming dollarlik proyektni sotib olsa bo'ladi. 800 ming dollarlik proyekt 30% daromad beradigan bo'lsa, sarmoya 640 ming dollarga aylanyapti. 640 ming dollar bilan 1 million 200 ming dollarlik proyektni sotib olsa bo'ladi. 1 million 200 ming dollarlik proyekt yana 30% daromad beradi va investorning summasi ko'payib boradi. Va oxirgi tranzaksiya 1,5 million dollarlik proyektni sotib olish mumkin bu sarmoya bilan va 1,5 million dollardan keyin investorning jami sarmoyasi 150 ming dollar pul endi 1 million dollardan oshadi. Va bu holatda siz 107 ming dollar daromad qilasiz. Bitta investordan 107 ming dollar daromad qilasiz, 20 ta investordan xuddi shunaqa qilib xizmatini qiladigan bo'lsangiz, 7 yilda siz topadigan daromad jami 2 million dollar bo'ladi do'stlar. Bu videoni million dollar topaman degan do'stlaringizga yuborib qo'yasiz.